Namangan viloyati Mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi chaqiriluvchilarni harbiy texnika mutaxassisliklari bo'yicha tayyorlash markazida muddatli harbiy xizmatga yo'l olgan yigitlarni tantanali kuzatish marosimi o'tkazildi. Mazkur tadbir yurt himoyachilarining sha'nini ulug'lash, ularning ongu shuurida vatanga sadoqat va fidoyilik tuyg'ularini yanada mustahkamlashga qaratildi. Hozir shu haqda. Marosimda Namangan viloyati Mudofaa ishlari boshqarmasi, Harbiy prokuratura, O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti hamda iste'fodagi harbiylar, chaqiriluvchilarning ota-onalari va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar bo'lajak askarlarga harbiy xizmatning ahamiyati, armiyada orttiriladigan bilim va ko'nikmalar, shuningdek harbiy xizmatdan keyin taqdim etiladigan imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berdilar. Ayniqsa muddatli harbiy xizmatni muvaffaqiyatli o'tagan yigitlarga davlat tomonidan yaratilayotgan sharoitlar, jumladan o'qish va ishga joylashish bo'yicha imtiyozlar taqdim etilishi alohida ta'kidlandi. Marosimda ota-onalar ham so'z olib, farzandlariga omad tiladilar. Ularning vatan oldidagi muqaddas burchini sharaf bilan ado etishlariga ishonch bildirdilar. Navqiron, kuchga to'lgan yigitlarimiz o'z konstitutsiyaviy burchlarini hamda ota-ona vatan oldidagi burchlarini bajarish uchun harbiy xizmatga otlanishadi. Biz ishonch bildiramizki, yigitlarimiz vatan oldidagi xizmatlarini sidqidildan bajarib, ota-onalari, prezidentimizni, barcha mana shu faxriylarimizni ishonchini oqlab, sidqidildan xizmat qilib, harbiy xizmatdagi olgan bilim va ko'nikmalarini kelajakda o'zlari uchun dastur amal qilib olishadi. Bugungi kunda mana yoshlarimiz o'zingiz ham kuzatib turibsiz, yoshlarimizni ko'zida mana quvonch hamda ishonch. Biz bundan juda ham mamnunmiz, chunki yoshlarimiz bugungi mana prezidentimiz oliy bosh qo'mondoni tomonidan qo'llayotgan vazifalarni to'g'ri tushungan holda mana sidqidildan mana o'z xizmat vazifalarini bajarishga borishadi. O'ylaymizki, bular barcha prezidentimizni, xalqimizni ishonchini oqlashadi. Viloyatimizning barcha tumanlaridan kelgan 162 nafar yigitlar bugun vatan oldidagi muqaddas burchlarni bajarish uchun jo'nab ketishmoqda. Bo'lajak askarlar respublikamizning turli harbiy qismlarida 1 yil mobaynida harbiy xizmat o'tashadi. Bugun yigitlar armiya safiga yo'l olar ekan, ularning yuz-ko'zlarida vatanga bo'lgan muhabbat, yuksak mas'uliyat hamda harbiy xizmatga shaylik sezilib turibdi. Vatanimizni himoya qiladigan yigitlarimiz ko'paysin. Davlatimiz bundan buyoqda ham tinch omon bo'lib, shu armiyada yursa, biz ham xotirjam bo'lamiz. Davlatimiz tinch, yurtimiz tinch, yana ham rivojlansin. Bolalarimiz yaxshi xizmatlarni qilib, eson-omon yana yashagimizdan kirib kelishini tilaymiz. Bu sharafli davrgacha yoshlar harbiy tayyorgarlik bosqichlari va tanlovlardan muvaffaqiyatli o'tib kelishdi. Endilikda ular O'zbekiston qurolli kuchlari safida o'z yigitlik burchlarini o'tashadi. Marosim yakunida chaqiriluvchilarga eslatma kitobchalari, esdalik sovg'alari topshirildi. Namangan viloyatida muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan yigitlarning jo'nab ketishi nafaqat ular, balki oila a'zolari va yaqinlari uchun ham unutilmas voqea bo'ldi. Bu kabi tadbirlar yurt himoyachilarining sha'nini ulug'lash va yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.